Asli kim aziz aytilar ustozlar, ustoz begumon. Tag'in aytilar aziz shubhasiz ustoz qadriga yetolgan inson. Assalomu alaykum bag'rikeng qalbi daryo mehriziyo ustozlar, aziz mehmonlar. O'qituvchi mash'ala, u o'zi yonib o'zgalar yo'lining yorituvchi, umrini bag'ishlab fidoyi insondir. Zero bolaning murg'ay qalbiga ezgu urug'ini qadagan, ilmga tashnalik ota-ona va vatanga mehr hissini uyg'otgan inson, hurmatli ustoz, aziz mehmonlar. Hozir ayni daqiqada Nataliya Konstantinovna Astafrovani davramizga taklif etsamda mamnuniyat bilan ularning o'z joyini egallab olishini so'raymiz. Marhamat. Ayni damda hozir mana shu tadbirimizning ochilishi so'z navbatini mamnuniyat bilan Yangiyer shahar hokimi o'rinbosari Beknazarova Barno Umarqulovnaga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz tadbir ishtirokchilari. Bugun biz bir juda ajoyib kunni nishonlayapmiz desak ham bo'ladi. Albatta O'zbekistonimizda inson qadri juda yuqori baholanadi. Aynan shuni misolida bugun biz o'tkazayotgan tadbirni nazarda tutsak ham bo'ladi. Chunki bu insonni Yangiyer shahrida juda ham ko'pchiligimiz taniymiz, bilamiz, hurmat qilamiz. Nataliya haqida qancha gapirsak kam. Chunki u insonni bu O'zbekiston uchun, xalqimizning farzandlari uchun qilgan mehnatlariga biz qanchalik ta'zim qilsak arziydi. Ruxsat bersalaringiz, men Nataliya Konstantinovnaning ish faoliyati haqida qisqacha aytib o'tsam. 1961 yil 14-iyunda Tojikiston Respublikasi Lernobod, hozirgi Xo'jand viloyatida tug'ilgan. 1968 yili Lernobod shahrining umumta'lim maktab birinchi sinfda o'qishga qabul qilingan. 1978 yilda oilasi bilan birgalikda O'zbekistonga, ya'ni Yangiyer shahriga ko'chib kelganlar. Va Yangiyer shaharining birinchi sonli umumiy o'rta maktabining 10-sinfini bitirib, 1979 yilda Yangiyer shahridagi 5-sonli maktabgacha ta'lim muassasasida ishlay boshlaganlar. 1980 yilda Yangiyer shahar qurilish texnikumida o'qishga qabul qilinib, 1983 yilda esa sirtdan ushbu texnikumni tugatganlar. 1987 yilda Nodira nomidagi Guliston davlat pedagogika texnikumiga o'qishga kirib, 1990 yilda maktabgacha ta'lim tarbiyachisi mutaxassisligi bo'yicha tamomlaganlar. 1988 yilda Yangiyer shahar xalq ta'limi bo'limining buyrug'iga asosan shahardagi 12-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi rahbari lavozimiga tayinlanib, 2001-yilgacha faoliyat olib borganlar. 2001 yilda Nataliya Konstantinovnaga Xalq ta'limi vazirligi tomonidan xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni berilgan. 2002 yilda esa Yangiyer shahar xalq ta'limi bo'limining buyrug'iga asosan bolalar ijodiyot markazi direktori lavozimiga tayinlangan. 2006 yilda ko'p yillik samarali mehnatlari uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoniga asosan shuhrat medali bilan taqdirlanganlar. Nataliya Konstantinovna 2006 yilda ko'p yillik samarali mehnati, shahardagi turli millat vakillari o'rtasida o'zaro mehr-oqibat va hurmat kabi qadriyatlarni targ'ib qilishdagi salmoqli ishlari uchun O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 15 yilligi, 2011 yilda esa O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 20 yilligi, 2016 yilda esa O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 25 yilligi ko'krak nishonlari bilan taqdirlanganlar. Shuningdek, 2021 yilda ko'p yillik samarali mehnati, shahardagi turli millat vakillari o'rtasidagi o'zaro mehr-oqibat, hurmat, qadriyatlarni yuksaltishdagi targ'ibotlari uchun mustaqillikning 30 yilligi ko'krak nishoni bilan taqdirlanib, 2018 yilda esa Antiborg xalqaro ilmiy akademiyaning professional ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. 2022 yilda ko'p yillik samarali mehnatlari sharafiga Do'stlik ordeni bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga asosan Do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Ko'p yillar davomida Yangiyer shahar kengashining 4-, 5- va 6-chaqiriq kengashlarida deputat etib saylangan.
Konstantinovnaning faoliyati davrida biz ibrat olsak bo'ladigan juda ko'p zahmatli mehnatlari, faoliyatlari yotibdi. Natalya opa, sizga biz uzoq umr tilaymiz. Barcha qilgan mehnatlaringiz uchun, mana shu Yangiyer shahrini farzandlari uchun qilgan barcha mehnat uchun Yangiyer shahar hokimligi nomidan tashakkur bildiramiz. Bundan buyog'iga ham albatta umringiz uzoq bo'lib, mana shu faoliyatingizni yoshlarimiz orasida yanada ko'proq olib borasiz. Jamoatchilikda, mahalla bilan birgalikda hamisha biz bilan hamqadam bo'lasiz degan umiddamiz. Shu bilan birgalikda Yangiyer shahar hokimligi nomidan arzimas sovg'amiz bor. Marhamat qilib sovg'amizni qabul qilib olsangiz. Ushbu davramizni ochiq deb e'lon qilamiz. O'ylaymanki, bu yerda hali Natalya opamizga atalgan juda ko'p tabriklari bor. Marhamat, barchalaringizni suhbatimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Rahmat, minnatdorchilik bildirib qolamiz. Albatta, tashrif buyurgan hamma mehmonlarimizga qadamlariga hasanat. Hozir esa bugun biz barchamiz yurtimiz kelajagi uchun sidqi dildan xizmat qilgan fidoyi va samimiy inson Astag'firullah Natalya Konstantinovnani hurmat bilan kuzatish uchun jam bo'ldik. Moziga qarab ish tutmoq xayrlidir degan edi buyuk yozuvchimiz Abdulla Qodiriy. Keling, biz ham qahramonimiz hayotiga nazar solsak. Marhamat. Videorolikka. Astag'firullah Natalya Konstantinovna 1979-yilda 500 maktabgacha ta'lim muassasasida faoliyatini boshlab, hozirgi Barkamol avlod bolalar maktabi direktori darajasiga yetib keldi. 2001-yilda Xalq ta'limi a'lochisi medali, 2006-yilda Shuhrat medali, Mustaqillikning 15-20-25 yilligi ko'krak nishoni, 2018-yil Antik dunyo mukofoti sovrindori bilan taqdirlandi. Rahbarlik bu faqat boshqaruv emas, bu ishonch, mas'uliyat va inson qalbiga yo'l topa bilish san'atidir. Muassasamizning kelajak markaziga aylanishi ham siz boshlagan ezgu ishlar, yaratilgan mustahkam poydevorning mantiqiy davomidir. Siz rahbarligingiz davomida maktab oddiy texnik bazasiga mustahkamlandi. Ko'plab to'garaklar tashkil etildi. Respublika va viloyat bosqichi g'olib o'quvchilar tayyorlandi. Bu ishlar oddiy statistika emas, bu mehr, sabr va mas'uliyat namunasidir. Videorolikni tomosha qilgan barcha mehmonlarimizga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Biz esa mamnuniyat ila Natalya Konstantinovnaga bo'lgan samimiy tilsizkorlar, tabriklarga yuzlanmoqchimiz. Mamnuniyat ila Davramiz Sifatiy maydoniga Sirdaryo viloyati kelajak markazi rahbari Avaz Muhiddinovichga beramiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum tadbir ishtirokchilari. Mana Astag'firullah Natalya opani bugungi ish faoliyatini ko'rib juda ham o'zim ta'sirlandim. Mana shunaqa rahbarlarimiz viloyatimizda juda ham ko'payishini xohlayman. Oz fursat bo'lsa-da ishlagan bo'lsak Natalya opani, men Yangiyer kelajak markaziga tashrif buyurdim. Tashrif chog'ida tuman shaharlar o'rtasidagi mana shu kelajak markazini shunday kirganimdan ostonasidan ko'rib shunaqa havas qildimki, ko'p joylarda bo'ldik. Bunaqa Barkamol avlod negizida to'g'ri kelajak markazlari tashkil topildi. Lekin bundaqa mehnatini ko'rdimki, shu sanasi til bilan so'z bilan aytishga ojizmiz to'g'risi. Kutubxonani shunaqa shakllantirgan kitoblarni ko'rib men o'zim hayratda bo'ldim. Qaysi masalan tekshirishlarga borsak ko'ramiz mana Barkamol avlodlarni. Buni qayerda, qaysi mablag' hisobiga Natalya opam o'zlari shaxsan o'zini boshchiligida mana shu kitoblarni hujjatlarni tashkil topgan. Mana shunaqa kelajak markazlarimiz barcha tuman shaharlarda bo'lishini xohlaymiz. Bizni Natalya opa faxrimiz bo'lib qoladi. Doim maslahatlariga biz muhtoj bo'lamiz, chunki bularni qilgan yo'l bosib o'tgan 24 yillik mehnatlarini doim qadrlaymiz. Faxriylarimizni yordam so'rashga, birgalikda hamkorlikda ishlashga doim tayyormiz opani. Mana shunaqa hamma rahbarlarimiz o'rnak bo'lishi kerak deb Natalya opani faoliyatini ko'rish kerak, bir nazar tashlash kerak. Kelganimda ham men birinchi bor hamma yig'ilish kelganimda ham Yangiyerga borib o'rganinglar, sharoitini ko'ringlar.
Bu rahbarlik mana aytganimizdek faqatgina rahbarlik emas, hamma yoshlarni ichiga, jamoat ichiga kirish kerak. O'shandagina o'z natijasini beradi. Hozir mana davlatimiz rahbari kelajak markazi deb bekorga yangi nom bilan, yangi intilishlar bilan kirib kelmadi. Buni asosiy sabablari mana maktablarimizda maktab maslahatchisi lavozimlari joriy qilindi. Buni hammamiz bilishimiz kerakki, bolalarimiz, farzandlarimiz hech qayerda nazardan chetda qolmayapti. Demak, mana shu hozirgi berayotgan imkoniyatlar, maktab maslahatchi lavozimi, kelajak markazlari maktabdan tashqari ta'limni to'liq qamrab olgan. Mana shu Nataliya fani faoliyatini hozir ko'rib so'z bilan ojizmiz. Tabriklaymiz jamoamiz nomidan tuman shahar kelajak markazlari nomidan tabriklaymiz. Doim siz bilan hammada yonma-yon bo'lib turamiz. Katta rahmat. Deputati Sirdaryo viloyati kengashi raisi Pokiza Shavkatovna nomidan tashrif buyurgan Milliy tiklanish demokratik partiyasining vakili Nazokat Safarovaga navbat beramiz. Assalomu alaykum. Shu yerga yig'ilgan tadbir ishtirokchilari, bugun biz ko'p yillik mehnati davomida ham ta'lim sohasiga, ham mahalliy kengash faoliyatida o'z hissasini qo'shgan Nataliya Konstantinovnani chiroyli tadbirda yig'ilib turibmiz. Xalq deputatlari Sirdaryo viloyati kengashi raisi Pokiza Shavkatovna hamda Nurmuso Xaliyarovich tomonidan sizga ko'p yillik deputatlik faoliyatingizda har bir fuqaroning murojaatini, takliflarini chuqur tahlil qilib, mas'uliyat bilan yondashib, adolat, qonun ustuvorligi mezonida yechim topib, xalq bilan hokimiyat o'rtasida juda katta ko'prik bo'lganligingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Qolaversa, Milliy tiklanish demokratik partiyasi markaziy kengashi raisi o'rinbosari Feruza Xatamjonovnani ham chuqur minnatdorchiligini bildirib qolamiz. Bugundan keyingi hayotingizga oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilab qolamiz. Bu yakun emas, albatta yangi davr, yangi hayotning boshlanishi deb o'ylayman. Bundan keyin ham albatta mana shu yangi yerni gullab yashnashida sizni albatta maslahatlaringiz kerak bo'ladi deb o'ylayman. Har doim baxtimizga sog'-omon bo'ling. Yana tabriklarga yuzlanmoqchimiz. Marhamat, mamnuniyat ila Yangiyer shahar ma'naviyat ma'rifat markazi rahbari Abduqodirov Abdushohid aka hamda ma'naviyat bo'yicha o'rinbosar Feruza Ahmedovaga navbat beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, Nataliya Konstantinovna, xizmatda bo'lib turibman. Amir Temur, Sof Qur'on Amir Temurning bir gaplari bor. Bizni qudratimizni bilmoqchi bo'lsangiz, biz qilgan imoratlarga qaraydigan ekan. Mana viloyat kelajak markazining rahbari aytib o'tdiki, ular mehnatini qanchalik ulug'ligini va juda ham chiroyli mehnat qilganliklarini buni mana Nataliya opani qariyb 30 yildan oshiq vaqt bo'ldi, juda yaxshi bilaman. Mana shu Tom Pionerlar yo'q bo'lib o'rniga ijodiyat markazlari ochildi va barkamollik markazi bo'ldi, barkamollik maktabi bo'ldi. Va qilgan ishlarini mana shu yerda shaharda bir 30 yillik turli tashkilotlarda rahbar lavozimida ishlab keltirman, o'zim bilaman. Va mana deputatlarni bir vaqtlar boshqarganman. Shunda Nataliya opani deputat sifatida olib borgan ishlari ham juda ham tahsinga sazovor. Buni ancha-muncha kadrlarni qo'ldan kelmaydigan ishlar qilingan. Har safar barkamollik markaziga kirganimizda bir yangilikni ko'rardik. Mana shu kutubxona haqida gapirdi. Bu kutubxonalari kerak bo'lsa axborot resurs markazlarida yo'q kitoblar bor edi va yo'q sharoitlar qilingan edi. Yoki mana qanaqangi tadbirlarimiz, ko'rgazmalar bo'ladigan bo'lsa, aynan Nataliya opa boshchiligidagi jamoa qilgan bu futbol, yangi bir futbol jamoasining o'yinlari bo'lsa ham stadionni bezatadigan kim? Barkamollik. Navro'z mustaqillik va boshqa bayramlar kim bezatadi? Barkamollik. Hattoki Yangiyer shahri nomidan viloyat markazida bo'ladigan bayram tadbirlarini ham bezatadigan asosiy bizning kuchimiz Barkamollik bo'ladi.
Nato'la opa, bu hammasi sizning mehnatingiz. Endi boshqa tumanlardagi man kamsitmoqchi emasman, endi ularni ko'rmaganman, shuning uchun ularda ham xuddi shu yangi shahar barkamolot mehnat qilishgandir, lekin man ko'rmaganman. Lekin o'zimizni shahrimizda bo'lgan mana sizlarga aytyapman. Har qanday bayram, hattoki shu ta'lim tizimidagi tadbirlar o'tamiz. O'zim qurilish kollejida direktor bo'lgan paytimda 45 yillik yubileyim qilgan paytimizda ham Nato'la opa borib bizga yordam bergan. O'zini amaliy yordamlari va maslahatlar bergan edi. Nato'la opa, siz bilan biz farqlanamiz. Mana bu ko'krangizdagi nishonlar bekorga berilmagan. Bunyodga demak, mat darajasida sizning mehnatingizni qadrlashdan dalolat beradi. Mana bu chaqirda siz deputatlikda randingiz, lekin navbatdagi saylovlarda albatta nomzodingizni tavsiya etamiz. Siz deputat bo'lib, hali shahrimizga ko'p xizmatlar qilasiz. Kelgusi hayotingizda sizga omadlar tilayman. Nimaga orzu istagan bo'lsa, hammasi amalga oshsin. Rahmat. Assalomu alaykum, ushbu tadbir ishtirokchilari, qadrli Nataliya Konstantinovna. Bugun ajoyib tadbir. Kecha Dilshod Ahadovich aytdilar, ertaga hokimiyatda yig'ilish bo'ladi, borib qatnashasanmi degan. Nataliya Konstantinovna nima ekan deb o'ylab ertalabdan biz bilmadik. Hattoki yig'ilishga nega kelyapmiz, ishga ekandir. Вы знаете, я плакала немножко. Chunki g'alabaga kelganimda qanday qilaman, nima qilaman deganimda Hasan aka keldilar, men kelganimda Nataliya Konstantinovnaga aytsang, unga yordam beradi. Nimaiki ko'rgazmami, tadbirmi, afshoqdagi yuqorida hammasini aytib o'tiradi. Shahar tadbirimi, boshqami? Nataliya Konstantinovna, пожалуйста, помогите мне. Я звонила вам. Nataliya opa, iltimos yordam bering. Nataliya opa, uni qilishga qilib bering. Har doim yonimda turgan, va buni ko'p marta vaqtda kelgan ta'kidlaganman. Tadbirlar hech qachon barkamolsiz, hozir yangi mana kelajak markazisiz o'tmaganmizda. Albatta, ustoz sifatida ham juda qadrli insonsiz. Dilshod Ahadovich nomidan ham aytaman, o'zlari kelolmadilar, hozir kollegiyaga ketganlar. Albatta, bu ko'p sovg'alar o'zlarida. O'zlarida uyga boraman deb aytdilar menga. Baribir tabriklash bizni vazifamiz, sizdek ustozni qadrlash. O'ylaymanki, kelajakda bizga yana ham yordamingiz albatta kerak bo'ladi. Yosh avlodni tarbiyalashda sizdek rahbar, sizdek ustoz bizga juda ham kerak. Biz sizni shunchaki qo'yib yubormayapmiz. Baribir ham bizga yana yordam berishda albatta har doim kelishingizni man so'rab qolaman hammani oldida. Kelgusi hayotingizda ulkan muvaffaqiyat va shu долгой жизни и крепкого здоровья я желаю вам. Наталья, спасибо вам большое. Rahmat barchaga. Mana shunday bir tantana bilan, xursandchilik bilan hammamizga ham shuni kuzatish nasib qilsin. Chunki bu yangi shaharda bunday kuzatib bo'lmagan. Birinchi oktyabr kuni 33 yil bo'ladi rahbar lavozimida ish boshlaganimda. Lekin bunday kuzatuvni ko'rmaganman. Haqiqatda juda mana mehnatingizga yarasha bo'lyapti. Hammaga mana shunday kunlar nasib qilsin. Osmondan tashrif buyurgan kelajak markazi rahbari Niyozmatova Sayyor opani davomimizga taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli ustozlar. Nataliya opamni ustoz deb atayman, chunki ko'p yillardan beri birgalikda ishlab keldik. Hozir Nataliya opamga juda yaxshi iliq so'zlar, ish faoliyati haqida ko'p gapirildi, lekin men boshqacharoq gapirmoqchiman. Nataliya opadan men ko'p narsa o'rgandim. Birinchidan ayollik latofatini, sadoqatini, ishga bo'lgan vafodorligini, kollektiv bilan ishlaganligini, mehribonligini, har bir kadrlarga bo'lgan mehribonligini o'rgandim. Ularda bir qandaydir mas'uliyat, ishga bo'lgan mas'uliyat, biz birgalikda mana ko'p yillar ishladik. Ulardan ko'p narsa o'rgandim. Muloqotni o'rgandim. Assalomu alaykum degan so'zni o'rgandim. Chunki u kishi boshqacha talaffuz bilan chiroyli qilib aytadilar-da, men assalomu alaykum degan so'zni Nataliya opadan yaxshimisiz degan so'zni o'rgandim. Juda ham chiroyli qilib aytadilar. Keyin bu kishi masalan bu kishi bilan dugona bo'lish ham menga zavq olib keldi. Yoshlar katta bo'lsa ham biz dugona edik. Har doim birgalikda masalan yosh bilan yosh o'zlari o'sha nimasiga qarab muomala qiladilar. Yoshlarga kabi munosabat qiladilar. Ko'p narsani o'rgatdilar, hujjatlarda, kommunikatsiya, tashqaridan rahbarlar bilan qanday gaplashishni, ishga olib borishni juda ko'p narsa o'rgatsa arzugulik ayol. O'shaning uchun Nataliya opa sizga uzoq umr, sog'lik, salomatlik,
hech qachon yuzingizdan tabassum arimasin. Har doim biz yoningizdamiz. Men har doim sizni qo'ng'iroqlaringizga, SMS-laringizga har doim javob beraman, chunki SMS deganimda har doim bayram bo'ladigan bo'lsa, Ramazonmi, Hayitmi, qanaqa bayram bo'ladigan bo'lsa, Nataliya opadan birinchi SMS keladi. Men xursand bo'laman-da, bugun bayram deb Nataliya opadan keyin o'zimda naqalarimni boshlaymanda o'rnak oladigan juda katta jihatlaringiz ko'p. Nataliya opa, я вам благодарна, вам долголетия, здоровья. Hech qachon men sizni biz yaqin turamiz, qo'shni turamiz, har doim yonimda bo'ling Nataliya opa. Hozir barchamizga tanish bo'lgan mana shu rahbarimiz yonida necha yillik qadrdon bo'lib turib bergan o'rinbosarimizni taklif etmoqchiman. Abdurahmonov Abduvohid aka, keling, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi tadbirimizda Nataliya konsertini hurmat qilib tashrif buyurgan azizlar, o'quvchilar, ustozlar, hamkasblar. Avvalo Nataliya konsertini bugun shaxsan o'zim juda xushlayotganman. Hozir Abshoqdagi Avaz Muqaddimovich gapirganlar to'g'ri aytsam, erkak kishimiz ham zo'rimizni ushlab turdim, ko'zimda yosh keldi. Har doim barcha mana shu davlat ishchilariga Abshoqdagi aytmoqchilik, mana shunday yaxshi, baxtli kunlar nasib etgan bo'lsin hammaga. Qadri bilinadi endi menga goh. Olis maktabimning o'sha behasham. Navoiyku bizga ustozdir, biroq kimdir o'qitgan-ku Navoiyni ham. O'sha buyuk zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallim. Oddiy muallim. Yo'qdan beruniylar binolar qilgan, mashhurni mashhur dunyolar qilgan, Husaynni ibn Sinolar qilgan, ilon o'ynatgandek so'z o'ynatgan kim? Oddiy muallimdir. Oddiy muallim. Nataliya konsertini 9-dekabrdan beri mana yonimizda emaslar, lekin har doim bir masala so'raymiz, juda ham qiynalyapmiz. Chunki bu kishining maslahatlarsiz, bu kishining berayotgan bilimlarsiz hozir boshqasi juda ham qiyin. Avaz Muqaddimovich rahbarimiz yangilar hozir vaqtincha vazifasini bajaruvchi lavozimida turgan bo'lsa, rahbarlik juda qiyin ekan. Biz o'ylardik, rahbar shunday kresloda o'tirib buyruqni beradi, pechatni bosib beradi, o'ylardik. Yo'q. Rahbar bo'lgan odam rahbarlikni qadrini bilar ekan. Men nafaqat ustoz sifatida bilaman. Boshimizga og'ir kun kelganda hatto yonimda turib, boshimni silab, o'sha eslasangiz, Lolachimni yaxshi biladir. Ko'rgazmalarga olib kirib, boshimni silagan. Yorug' dunyoda yolg'izim deyapman. Onajon, mehringiz dilimda mahkam, siz mening sig'inar Ka'bam Makkam, poyingizga boshim qo'ying onajon. O'zingizni ko'zga suray onajon. Siz mening boshimda parvonaginam, tanhosiz ortimdan ovonaginam, ko'ngil qasrindagi sarvonaginam. Poyingizga boshim qo'ying onajon. O'zingizni ko'zga suray onajon. Dunyokor gohida yashab qolaman. Shunda siz mehringizni bilsam qolaman. Bilaman siz uchun har yana qolaman. Poyingizga boshim qo'ying onajon. O'zingizga ko'zga suray onajon. Salom qadrlagan shogirdlariga mana shunday hurmat qilib tashrif buyurgan hamma mehmonlarga rahmat. Ayni esa ayni daqiqalarda kulminatsiyani chiroyli qilib bezash maqsadida o'zlarining samimiy dil izhorlari bilan mana shu kechamizning yig'ilishimizga sababchi bo'lgan qahramonimizga, ya'ni Nataliya Konstantinovna Astafurova o'zimizni minnatdorchiligimizni aytib, ularga so'z navbatini bermoqchimiz. Marhamat.
дома репетировала, думаю, что я буду говорить завтра на мероприятии, да? А сегодня это вне сценария. Я что хочу сказать, я себя сейчас чувствую, как у себя дома, вы моя семья. Я это уже давно определилась в этом, да? Но вы моя семья. Я так воспринимаю. Вы неотъемлемая часть моей жизни. Я прожила жизнь 45 лет трудовой деятельности именно в гармонии. Рядом с нами всегда была команда, и мы всегда шли вперед, целенаправленно, зная, что у нас была ответственность, это молодое поколение. А молодое поколение – это наше будущее и будущее нашей страны. Хочется поблагодарить представителей Хакимиата за то, что они организовали такой теплый праздник. Поистине теплый, красивый, такой душевный праздник. Сердечное вам огромное спасибо. Хочется поблагодарить коллег, с которыми мы вместе работали. Также хочется поблагодарить коллектив детского центра Барканул Аплот. Все достижения, которые были нами достигнуты эти годы, это были наши общие достижения. Это наш труд, это наши идеи, которые значимы для нашей страны. И всегда президент нашей страны поднимает дух для тех, кто работает с детьми и идет в ногу со временем. И все мы – это единая команда. И я была частью вашей команды, и я этим гордилась. Но хочу вас заверить в том, что, уходя, я остаюсь. Я буду рядом с вами. Я буду вашим болельщиком. Я буду в городе. Если нужна будет моя помощь и мой совет, я всегда буду рядом. Поэтому я желаю вам мира, благополучия. В этот священный месяц Рамазан пусть все ваши молитвы дойдут до Аллаха. Мир вам, благословение. Пусть наш город будет краше и Узбекистан процветает. Yana bir bor sizga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Endi esa ayni daqiqalarda sizlar uchun va mana shu ustozimiz uchun tayyorlangan oz fursatda qo'yiladigan konsert dasturimizga navbatni beramiz ekan, marhamat qilib tayyor bo'lishsa bolajonlarimizni taklif etamiz. Спасибо вам, Наталья Константиновна. Спасибо вам за все сполна. За знание, что дали нам, за теплоту, заботу и добра. Сегодня мы идем вперед, но никогда не забудем. Ваш поддержка, мудрый взгляд, ваш забота и слова. Вы вдохновляете детей с любовью, верой и надеждой. И дарите мечта полет, и за собой ведете вновь. В нашем сердце навсегда, на самый лучший это вы. Ozod diyorindasan, bir tomon qaynar buloq, bir yonda oyning shu'lasi. Bunda bulbul chaqchaqib, bunda ko'rar bolasi. Xandalar tili bilan ulg'aydi o'zbek bolasi. O hayot, kulgu hayot, hamisha bor bo'lgin hayot. Vaqtiman ko'z qiymasin, menga yor bo'lgin hayot. Tarqalib, mastuklanib, jamlanib har joyasi. Bir tanib, bir jon bo'lib, ko'paydi o'zbek bolasi. Parchaga parcha bo'lib, parcha makonga shukur. Menga taqdir fasl, nurli makonga shukur. Tushmagay, to'kilmagay, sochlaring bir polasi. Uchun hech narsadan qaytmaydi o'zbek bolasi. O hayot, gul hayot, hamisha bor bo'lgin hayot. Vaqtiman ko'z tegmasin, menga yor bo'lgin hayot. Tarqalib, mastuklanib, jamlanib har joyasi.
Sizga xursandchilik qo'shish maqsadida Natalya opa sizni ham taklif etamiz. Qolaversa sizga qo'shilib yurakka o'tib hamma ayollarimizni tashrif buyurgan mehmonlar taklif etsam-da, Shohmas xonandamiz Xurshidbek Abdullayevlar sho'xroq taronlarni kutib qolamiz. Marhamat.
Если бы не было бы этого, если бы не было бы больших патриотов даже. Agar siz o'zbek xalqini O'zbekistonda, vatanda sevmaganingizda, buni sevishni ham sinab o'rganishingiz kerak. Mana bu narsalarga yetmagan bo'ladi. Eng asosiysi yangi yerda talab qilib ta'limotlarni yangi bir avlodni tarbiyalash juda katta huquqiy pedagog bo'ladi. Создали новое поколение пионеров, которое, я думаю, в ближайшем будут будут своей силой развить наши города. Большое спасибо. Мы должны быть педагогом с большой буквы, и также патриот с большой буквы. Я рад, что мы с вами. Rahmat, hammaga tashriflaringiz uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Ustozga yana bir bor yuksak ehtirom, yuksak hurmat ila barchaga e'tiboringiz uchun rahmat deb qolamiz. Sog'lik, salomatlik sizlarga hech qachon tark etmasin.